Assalomu alaykum. Aka-uka katta ishqo'da, xonadonlar, uydagilar, balla hamma yaxshimi? Allohimga hamd sanolar shukr olsun. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga durud salomlar olsun. Akalar, iloji boricha telefonim jinni to'lib qolibdi. Hozir bitta video tashlaganimda 350 ta, 380 ta odamga tashlayman. Videomni ham tashlayman, savol javoblar, nimalarni, dorilar qanaqa qilish katta qanaqa hammasi bor o'shalar. Telegramga ham tashlayapman, YouTube'ga ham, Instagramga ham. Shu odamlar ko'rib, shularni ko'rib, shundan foydalangansa, o'lim hammamiz ham o'lamiz. Bir kun mana shu yerga kelasizlar deyshi domla, o'lamiz, o'lganimizdan shuna qo'qonlar akamiz shuna gapirib bergandi, eslab qo'yasiz. Bor narsani chiqaringlar. Bilmaganlaringni aka mana bo'lyapti desalar, men xudosi qo'limdan kelgancha tushuntiraman. Telefonim to'lib qolyapti. Iltimos, iloji boricha endi gruppamni o'ziga kirsalar ham mayli. Qo'qon kapitallari degan gruppam bor. O'shanga kiringlar, videolar tashlab turaman. Hozir endi to'lib ketyapti ekan, telefonim qiynalyapti. Turistlar, turizm